balkonni kengligini qarang. Eniga 2,5 metr, uzunasiga 6 metr bo'ladi. 3 xonali 80 kvadrat, 77 seriya spets planirovka g'ishtli uyimizda tayyor kirib yashaydigan toza remontli uyimizni sizga taklif qilmoqchiman. Uyimizning narxi 87.200 AQSh dollar boshlang'ich narxida uy egalari so'rashyapti. Manzilimiz Yunusobod 17-kvartal. Atrofimizda maktab, bog'cha, infrastruktura lokatsiyadan hech qanaqa muammo yo'q. Lokatsiyasi juda ham yaxshi. Bu uyimiz 3-qavatda joylashgan 4 qavatli bino. Videoni o'tkazmasdan uy holatini, planirovkasini ham ko'rsatib o'tiraman. Qarang, asosiy podyezddan kirish eshigimizda bizda mana bu katta prixoshka, mana bu oshxonaning devori bo'lgan, devorim oltita ishlanib kattagina hol. Mana bunga mexki mebel qilib foydalansangiz bo'ladi. Keling, o'ng tarafdan boshlaydigan bo'lsak, birinchi xonamizda bizda detskidan boshlaydigan bo'lamiz. Bu planirovkada detski xonalari ham juda ham katta bo'ladi, boshqa planirovkalarga qaraganda. Xo'p, sanuzellarimiz ham bizda alohida. Birinchisi bizda hojatxona, kafellari zo'r holatda chiroyli ko'rinib turibdi va ikkinchisi bizda sanujal hammomimiz bo'ladi. Va bu tarafga o'sha kiradigan bo'lsa bizda spalniyamiz bo'ladi. Uy juda ham issiq ekan, atapleniylar ham vaqti mushtin ishlayapti. Eshik bor, kichkinagina balkoncha chiqib perikur-merikurligi kirsa bo'ladi. Детский площадка, avtoparkovkalardan muammosi yo'q. Shunda sayram chorrahada joylashgan uyimiz. Xo'p, 3-xonamizda bizda zal, mehmon kutadigan xonamiz. Bu yo'q endi televizor, mexki mebel stolda o'z uchun obstanovka quramiz. Keling, endi biz oshxonaga kiramiz. Oshxona bu yoq balkonga kiritilgan domofon video nablijeniyamiz bor. Bu planirovka 77 seriyada nimasi yoqadi menga? Balkonni kengligini qarang. Eniga 2,5 metr, uzunasiga 6 metr bo'ladi. Общий maydonimiz 80 kvadrat, 87.200 boshlang'ich narxda shu uyni siz xarid qila olasiz. Yoki bunaqa qidirayotgan uy tanish-bishlaringizga samolyotda jo'natib qo'yamiz va like bosib qo'yamiz.